Yuzimda problemalarim juda ham ko'p bo'lgani uchun kosmetologlarga juda ham ko'p murojaat qilaman, bilasizlar. Hozir ham vrach kosmetolog marhaboga keldim. Yuzimda doim inyeksionni muolajalar olardim, lekin bular menga apparat yordamida muolaja qilamiz sizga deganlari uchun hozir uni ham sinab ko'rmoqchiman. Vrach kosmetolog marhabo hozir konsultatsiya qiladilar va yuzimdagi hamma muammolarni o'zlari bartaraf qiladilar. Kuzatib boringlar, jarayonni qo'yib boramiz. Dilafruzning yuzlarida ugri va undan qolgan dog'lar bor va ancha yillik quyoshdan tushgan pigment dog'lar bor. Bu yuz bilan 3-4 ta muolaja ishlanadi va biz bugun 2-3 xil apparat yordamida yuzlariga asvetleniya beramiz, ugrilarni quritamiz va ugridan qolgan dog'larni ketkazishga harakat qilib beramiz. Muolajamiz tugadi. Bitta muolajada bu posli holatlari, bu muolajani kurs bilan olsalar, dog'lari umuman yo'q bo'lib ketadi. Marhabo xonga rahmat aytaman. Og'riqsiz muolajasi juda ham menga yoqdi. Yuzlarim oppoqdan chiroyli bo'lib qoldi. Agarda sizda ham muammo bo'lsa, faqatgina marhaboni sizlarga tavsiya qilaman.